Mana bu inson kim ekanligini bilasizmi? Keling tanishtiraman. Siz uni katta ehtimol bilan mana bu kadrlar orqali tanishingiz mumkin. Millatim, xalqim buyuk O'zbekistonning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman. Uning to'liq ismi Javier Milei bo'lib, 2023-yildagi Argentinada bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, hokimiyatga kelganidan so'ng Argentinaning siyosatini tubdan o'zgartirgani aytiladi. Xususan, keskin iqtisodiy islohotlar, peso devalvatsiyasi, davlat xarajatlarini qisqartirish va iqtisodiy erkinlikni oshirish siyosati bilan katta bahs munozaralarga sabab bo'lgan. Shu bilan bir qatorda u mamlakat tashqi siyosatini AQSh va Isroilga yaqinlashtirgani aytiladi. Ayni shu kunlardagi uning Isroilga tashrifi yanada ko'proq bahslarga sabab bo'lmoqda. Gap shundaki, u yahudiylar uchun muqaddas hisoblangan, faqatgina John F. Kennedydan boshqa AQShning yaqin tarixidagi barcha prezidentlari o'pish uchun boradigan g'arbiy devorga borib, an'anani davom ettirgan. Bilmadim, balki irimchidir. Ayni shu devorni quchoqlab o'pganidan so'ng juda kuchli hissiyotlarga berilib, hatto o'z ko'z yoshlarini tiya olmagan. Eslatib o'taman, u o'zini katolik xristian deb biladi. U Isroil bosh vaziri xalqaro sud tomonidan urush jinoyatlari uchun qidiruvga berilgan Netanyahuni juda yaxshi do'st deb atab, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilgani aytiladi. Ayni Argentina prezidenti Mileining tashrifi Isroil mustaqilligi kuniga to'g'ri kelgani sabab, shu munosabat bilan uyushtirilgan bayram tadbirida qatnashgan prezident sahnaga chiqib qo'shiq kuylagan. Undan tashqari, eng muhim siyosiy qarorlardan biri sifatida Milei Argentina elchixonasini Tel Avivdan Quddusga ko'chirish rejasini e'lon qilgan. Bu esa Quddusni Isroil poytaxti sifatida rasman tan olishni anglatadi va xalqaro siyosatda katta ahamiyatga ega bo'lgan keskin burilish hisoblanadi. Chunki xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalariga ko'ra, Quddus to'laqonli ravishda Isroilning yerlari hisoblanmaydi.